Assalomu alaykum, men Kanadadan Ruqiya Turdush. Bugun balamning maktabiga borgandim, ma'lumi bilan ko'rishgani. Yan tarafdagi kutubxonaning temiga isilgan mashhurlarning so'zlarining ichida shu angliyalik faylasuf John Stuart Millning so'zi diqqatimni tortdi. Shu zaman rasmga tortib oldim, hozir sizlarga o'qib beray. U mundaq debdi. Urush bak yirginishlik narsa, ammo u eng yirginishlik narsa emas. Eng yirginishlik narsa chirigan vatanparvarlikning nimaligini bilmaydiganlarning bu dunyoda urush qilishga arziydigan narsa yo'q deb qarashi. Kanada urushni xohlamaydigan tinch bir davlat, ammo vatan uchun urushni arzimaydi deb qaramaganligi uchun John Stuart Millning bu so'zi maktablarning kutubxonasida bor ekan, ya'ni tomg'i sig'liqkanda boshqa mashhurlarning so'zi bilan birlikda. Ularning vatanini qo'g'dashga, ya'ni Kanadadagi bir davlatning hech qanday urushga aralashmaydigan bir davlatning vatanini qo'g'dashga hech ehtiyoji yo'q turibmi? Ya'ni urush bilan qo'g'dashga ehtiyoji yo'q turibmi? Vatan hamma narsaning oldiga qo'yilgan. Vaqti kelsa vatan uchun urush qilish hargizmi yirginishlik narsa emas degan narsa unutilib qilinmagan. O'ylab qolman, Xitoy bunday ketavermasligi mumkin, balkim. Chunki dunyoga Ipak yo'li savdosi bilan kengayman deyotgan Xitoyning yovuzligini oshkorlab, Uyg'urlarni biroqli qirib etib, dunyoning ko'zini qo'rqitib etkisi yo'q. Balkim bunda qilamasligi mumkin. Ular faqat Sharq Turkiston xalqini mijib tashib etmoqchi. Bu Xitoyning odati. Bir mijib tashib etib, yana sal bo'sh qo'yib berib, sal tirilsa yana mijib tashib etib, xalqning psixikasini o'ziga beqindigan sodiq qilib olish. Bu Xitoyning bizni besib olgandan tortib ishlatib kelayotgan taktikasi. Agar bu qitim Xitoy Uyg'urlarni mijib tashib etib bir mazgildan keyin sal yumshasa, mehr shafqat ko'rib baxmagan Uyg'urlar bu kichikgina yumshoqlikdan bek ta'sirlanib ketishi mumkin. Vatan ichidagilarni qo'yib turayli, hatto vatan sirtidagilardanmi, voy bo'ldi endi jim yuray, tuqqanlarim bilan aron ko'rishdim deb agar Xitoy ko'rishga ruxsat qilib, chegirlarni ichib o'tib qolsa, voy Xitoy sening rost demasan bo'lmag'idek deyishi mumkin. Shundalar chiqishi mumkin. Nima uchun? Chunki Uyg'urlarda vatanparvarlik degan bu narsa yo'q. Bo'lsa-mu bek oz. Uyg'urlarda millatchilik, ya'ni millatchilik deganda davlat qurish orzusi, vatanparvarlik bo'lgan bo'lsa, Xitoyga tuqqunini Xitoy akirib ketganligi uchun emas, balki vatanini Xitoy dapsanda qig'ini uchun qarshi turgan bo'ldi. Burunli qarshi turgan bo'ldi. Uyg'urlarda vatanparvarlik, millatchilik bo'lsa, Sharq Turkiston bayrog'ini ko'rganda qochadigan Uyg'ur chiqmagan bo'ldi burunlar. Uyg'urlarda vatanparvarlik bo'lsa, Facebook'lardagi chiroyli rasmlarga emas, shaxslarning Sharq Turkiston bayrog'iga yoqtirish belgilarini avatgan bo'ldi. Sharq Turkiston ismini ko'rganda, xaritasini ko'rganda so'yingundan yuraklari titragan bo'ldi. Uyg'urlarda vatanparvarlik bo'lsa, g'iybat, shikoyat, jidal, majroga emas, Sharq Turkistonga munosabatlik ilmiy izlanishlarga, muhokamalarga munosabatlik temalarga bakrak ko'ngil bo'lgan bo'ladi. Uyg'urlarda vatanparvarlik, millatparvarlik bo'lsa, necha yilning oldida terrorchilarni izlab tutamiz deb Xitoylar Sharq Turkistonning ma'lum yezisidagi Uyg'urlarni Xitoy askarlari oldiga silib izlashga solganda, shaharning ismini demay, izlab tepib olgan terrorchi atalgan Uyg'ur mujohidni sening sababingdan biz yaxshi kun ko'rmayotimiz deb 5-6 dehqon, shuni izlab topgan dehqon urib o'ltirayotgan bir ish bo'lgan ekan. Uyg'urlarda biz deydigan narsa yo'q. Ashu yezdagi dehqonlarning biz degini o'zi va oilasi. Agar ular bizning nimaligini bilgan bo'lsa, ashu bizning ichiga kiradigan av Uyg'urni urib o'ltirayotmagan bo'ldi. Agar bizning nimaligini bilgan bo'lsa, chet ellarda vatan haqida gap qilgan Uyg'urlarga necha yilning oldida siyosiy parang qilmay o'zimizning parangni qilaylik deydigan Uyg'urlar chiqmagan bo'ldi. Ular bu siyosiy parangning bizning o'zimizning parang ekanligini bilgan bo'ldi. Bizmi bugungi kunda agar o'z vaqtida vatan deb Xitoyga qarshi tura olgan bo'lsak, bugungi kunda mahalga qolmagan bo'ldi. Endi tuqqanlarni akirib ketdi, Uyg'urlar asta-asta bayroqni yeniga kelishga boshladi. Bu yaxshi uyg'unish albatta, ammo vatan qo'limizga qaytib kelguncha davomlashsa. Agar undaq bo'lmaydigan, Xitoyning mijib tashlab etishini kutib, mijilib tashlab etilgandan keyin endi o'rnimizdan turolmaymiz deb biroqli mijilib erib ketadigan bo'lsak,
Ondaqda bu vatanparvarlik emas. G'arbning bir millatchi nazariyasi bor, mashhur, balkim sizlar anglagan bo'lishinglar mumkin. Benedict Anderson deydigan. Uningki tasavvurdagi davlat, tasavvurdagi millat yoki tasavvurdagi jamiyat demdik. Shuna bir kitobi bor. Shu kitobninki shu kitobda yozilgan bir so'z faqat esimdan chiqmaydi. Undaq deganda mushu vatanparvarlik degan narsa, ya'ni millatchilik davlat qurilgandan keyin bu vatanparvarlik degan narsa bir-birini tonimaydigan, hatto hech qachon ko'rib boqmagan kishilarning faqat bir vatanning egasi bo'lgani uchun, ashu tuproqning egalari bo'lganligi uchun bir-birini tonimay, ko'may turibmi qurbon berilishi. Mana bu vatanparvarlik, mana bu millatparvarlik degan. Uyg'urlarda bu bormi? Agar yo'q bo'lsa, Uyg'urlar faqat o'z tuqqanlari uchun Sharq Turkistonda to'layotgan, bayroqning ostiga uyushayotgan, o'tkinchi hissiyat turayotgan bo'lsa, bu vatanparvarlik emas. Bu jamiyatchilik. Jamiyatchilik Afrikadagi kiyim kiyishni bilmaydigan millatlarning qabilachiligida tuvan turadigan bir tuyg'u. Demak, biz ashulardan tuvan o'ringa tushib qoldik degan gap. O chaqda Uyg'urlarga vatan nisib bo'lmaydi. Vatanparvarligi yo'q millatga vatan nisib bo'lmaydi. Ular balasidan balasiga qarolab o'tadi. O chaqda Uyg'urlar o'zicha o'zining turqidan yana bir nimasidan faxrlanib yurib ketmasimi bo'ladi? Mavjud bo'lganining mavjudligini, faxrlanish bilan mavjudligini saqlab qolganining hech bir keragi bo'lmaydi. Oyga chiqib ketsimi baribir.